Homilador ayollarda simfizit kasalligi nima uchun ko'payib ketyapti deb savol berishyapti. Simfiz bu ikki tos suyagini bir-biriga ulangan joyi. Mana shu joy homiladorlik vaqtida ochila boshlaydi va bu ochilib ketishi natijasida ayol kishi o'zi tug'a olmaydi. Ya'ni kesareva bo'ladi. Va bu simfizit vaqtida davolanmasa invalidlikka olib keladi. Xo'sh, nima uchun simfizit ko'payib ketdi? Ayollar qizlik davridan boshlab noto'g'ri ovqatlanadi, uyqu rejimi bo'lmaydi, yegan ovqatlarida yetarli yog', oqsil, kollagen va kerakli bo'lgan makro, mikronutrientlar bo'lmaydi va qizlarimiz juda ham kam harakatchan bo'lib ketishgan. Hamma yerga mashinada borishadi, mashinada qaytishadi, piyoda yurishmaydi, fizkultura qilishmaydi. Va shularning natijasida simfiz, ya'ni mana shu bo'g'im, bu ham bo'g'im ochilib ketishi kuzatilmoqda. Demak, qizlarimizni yoshlik paytidan ko'p mashqlar qildirishga, tos suyaklarining baquvvat bo'lishiga va kerakli bo'lgan makro mikronutrientlar bor bo'lgan oziq ovqatlantirishga o'rgatishimiz kerak. Homiladorlik vaqtida esa to'g'ri ovqatlanish va harakatni chegaralash kerak emas.